Hozirgi yoshlarimiz hayot ko'rishga ikkilanayaptimi yoki tanlayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha ko'pchilikda tanlov bor, lekin ikkilanish juda ko'proq. Chunki hozirgi zamonda avvalgi zamonga o'sha ota-bobolarimizga nisbatan qilinishi kerak bo'lgan shart-sharoitlar ko'proqda talab qilinadigan narsalar. Shuning uchun ikkilanish ko'proq. Ko'pchilik u narsaga tayyor emasman deb o'ylaydi-da. Shunaqa. Talablar ko'p hozir. U talablarni erkak kishi o'ziga o'zi qiladimi yo qizlarning talabi ko'pmi bolalarga? Yo, umuman o'zi yoshlarda orzu-havas ko'p. Ya'ni orzu-havas, ortiqcha orzu-havaslar ko'payib ketgan hisobiga o'sha ikkilanish bor. Hali unda moliyaviy darajaga chiqmaganman deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin o'sha to'y qilishda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p, qiyinchilik ko'proq avvalgiga nisbatan. Avval oddiy to'y bo'lgan, hozir merime qilish kerak, zaks qilish kerak, love story qilish kerak, qayergadir sayohatlar, bunaqa narsalar ko'p. Shuni hisobiga ikkilanish ko'p. Moliyaviy jihatdan unga pulim yetarmikan, uylanganimdan keyin bunaqa qilish kerak, hali bunaqa qilish kerak. U qiz yana nima talablar qiladi mendan deb o'ylaydi. Shunaqa. Ko'pchilikda shunaqa ikkilanish.